Tojikiston xalqi, assalomu alaykum. Umra safariga bormoqchi bo'lganlar, shu videomizni o'tkazib yubormaysizlar. Xudo xolasa avgust oyiga bormoqchi bo'lgan obunachilarimiz uchun alohida yangiliklarimiz bor. Videomiz oxirigacha ko'rsanglar, layklarni bosib bizni qo'llab-quvvatlab tursalaring, har kuni sizlar uchun yangi videolar chiqarib borishga harakat qilamiz. Sizlar layklarni bosib qo'ygan bo'lsalaring, xudo xolasa Hikmat Travel'dagi Abdug'ofur akadan chiroyli qilib ma'lumotlarni olib berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa aka, obunachilar uchun qachonga reyslar bor, narxlari qanaqa bo'lyapti, sharoitlar qanaqa, borishgandan keyin qiynalib qolishmaydimi? Bitta tushuntirib bersiz endi aka. Xo'p bo'ladi. Toshkent reysdan boshlaymiz. Toshkentdan reyslarimiz Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha reysimiz 1-3 avgust kunlari bor. Toshkent Madina reysimiz bo'lsa 5-6 avgust kunlari bor. Ikkovini ham narxi masalan bir xil. $895 qilib beramiz. $9 emas. 1-3 kuni Toshkent Jidda, 5-6 kuni Toshkent Madina. Qaysi biri o'zlaringga qulay bo'ladigan bo'lsa, bemalol joylarni biron qilsalaring bo'laveradi. Xo'p, vodiydan boraman deydiganlar uchun 1 va 5 avgust kunlari Namangandan reyslarimiz bor. Bu ham Namangan Madina bo'ladi, xudo xolasa ikkovsi ham. Bemalol joylarni biron qilishlaring mumkin aloqaga chiqib. Xo'p, to'lovlar qanaqa bo'ladi, biron qilish qanaqa bo'ladi deydiganlar uchun xohlasalar ofislarimizga kelib to'lovlarni qilib joylarni biron qilsalar bo'laveradi. Ofislarimiz respublikamiz 3 ta viloyatlarda bor, Toshkentda bor, Andijonda bor, Farg'onada bor. Yo, menga uzoqlik qiladi. Biz uyda turib ham joyimizni biron qilsak bo'ladimi deydiganlar uchun bemalol shu nomerlarda Telegram, WhatsApplarimiz bor. Pasportlarni tashlab bersalaring, joylarni biron qilib beramiz. Aeroportga borib hisob-kitob qilib tushib ketaverasizlar, xudo xolasa. Aloqaga chiqinglar, qanaqa qilib joylarni biron qilishlikni o'zimiz tushuntirib beramiz. O'zlariga qulay bo'lganda, xudo xolasa to'lov qilsa bo'lar ekanda. Bemalol. Xo'p, sharoitlar qanaqa deydiganlar uchun sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200-300 metr, gastitsamiz uzoqligi, Makka Mukarramada 1 kilometrdan 2 kilometrgacha. Xo'p, qaysi gastitsamiz bo'sh bo'lsa, o'sha yerga tushasizlar, xudo xolasa. Xo'p, undan tashqari Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi, xudo xolasa. Xo'p, 50 bosh xizmati, iloji boricha aeroportdan billa borib, billa kelishadi 50 boshimiz. Undan tashqari firma tomonidan kamzil so'mka bejik beriladi. Qaytilayotganda 5 litr zamzam suv ham bonus sifatida qo'shib beramiz, xudo xolasa. Xo'p, yana nimamiz qoldi? Agar hammasini menimcha aytib o'tdik, hamma ma'lumotlarni berdik. Agar tushunmagan narsalaring bo'lsa, bir narsani esimizdan chiqargan bo'lsak, uzr so'raymiz. Biz ham endi bandamiz. Qulimiz demoqchiman. Xudo xolasa beayb parvardigor, bemalol aloqaga chiqsalaring, o'zimiz ilmimiz boricha tushunmagan narsalarni tushuntirib beramiz, xudo xolasa. Shu nomerlarimiz ishlayapti. Telegram, WhatsApplarimiz bor. Shu nomerlarda bemalol aloqaga chiqsalaring, yana to'liqroq ma'lumotni beramiz. Biz har kuni video qo'yamiz bu kanallarimizga. Agar kanalimiz endi chiqib, endi ko'rayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying, layklarni bosib, umraga boraman degan tanishlaringga jo'natib qo'yinglar. Nimagaki qilayotgan mehnatimizni qadrlab, shuni ko'pchilik ko'rishga sabab bo'lib qolasizlar, xudo xolasa. Hikmat Travel'da nima yangiliklar bo'lyapti, hammasini ko'rib borasizlar. Xudo xolasa iloji boricha har kun video qo'yishga harakat qilyapmiz. Sizlar ham qo'llab-quvvatlab turinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.